Bir kuni birini qo'lini nohaq kesishibdi, o'g'irlikda ayblab nohaq kesishibdi. Shunday bir xato yuz berdi. U odam nima qildi? Dod dedimi? Yo'q. Qo'lini oldi, kesilgan qo'lini qo'liga indamasdan olomonning ichidan chiqdi. Yura boshladi. Shahardan chiqdi. G'ing degan yo'q, oq degan yo'q, degan yo'q, hech narsa demadi. Bir g'orga yaqinlashdi. G'orga yaqinlashganda u g'orda juda ko'p odamlar bor edi. U odamlarni ko'rishi bilan uvvos solib yig'lashni boshladi. Kim edi u odamlar? U odamlarning hammasi nohaq qo'llari kesilganlar edi. Inson o'zini dardiga o'xshagan dardmand biri bilan qarshilashganda dardini berkitolmaydi. Sof bo'lib qoladi. Bir maqsad atrofida birlashgan odamlar, bir g'oya, bir fikr atrofida birlashgan odamlarda nosamimiylik, zo'rakilik qolmaydi. Bu hikoya Hazrat Alisher Navoiyning Sadiy Iskandariysidan.